Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, sizlar bilan Do'st 25 o'ynaymiz kanali do'stlar. Bugun sizlarga ajoyib taktikalarni o'rgataman. Sastav tuzish uchun qanaqa sastav kerak bo'ladi, qaysi o'yinchilar qanday turishi kerak bo'ladi, hammasini sizlarga yozib o'rgataman. Birinchi bo'lib mana sastavga kirib olamiz do'stlar. Bu sastav yorvarishim, biz varishim bo'lish uchun varatar o'zingizlar xohlaganinglarni qo'yasizlar. Men mana Valder Zengani qo'yganman. Reaksiyasi 100 bo'lib ketdi uni. Chunki bu reklash qo'yib bo'lgani uchun o'zim reaksiyaga beraverdim. Chunki ruka unchalik kerak bo'lmaydi, reaksiya ko'p kerak bo'ladi. Правый защитада, ya'ni o'ng qanot himoyachisi Hakimi bo'lishi kerak. Chunki u skorosi, tezligi, tez yugurishi 93 va o'yinda charchoq qilmasligi 90. Kontrollari ham yaxshi. Chap tomonda men Nuno Tavares tanlaganman. Buni ham skorsiga qarab tanlaganman, chunki krayniy защитникlarni skorsi kerak bo'ladi. Sentral o'rtadagi himoyada Van Dijk bilan Rudiger bo'lishi kerak, lekin men hozir Rudiger chiqmagani uchun o'rniga Martinesni oldim. Chunki защитник kerak bo'ldi. O'zi bo'lsa Rudiger bo'lsa sastav zo'r bo'ladi. Yarim himoyaga keladigan bo'lsak, o'rtada Bellingham bo'lishi kerak. O'nroda De Bruyne, ya'ni o'nroda bo'lishi kerak. Men ham bu o'rtada Bellingham bo'lishi kerak, lekin unga hozir u ham chiqmayapti transferlarimdan, chunki uni hali olmadim. Chap tarafda Modric bo'laveradi. Hozir Modric yo'q bo'lgani uchun chap tomonga Vitinhani qo'yamiz. Agar bu bo'lmasa boshqa yarim himoyachi qo'yasizlar. U taraf uncha muhim emas, endi farq katalik bo'lsa bo'ldi. O'ng taraf hujumga o'yinni boshlanishiga xalaqit qilamiz. O'rtada bo'lsa o'yinni birinchi taymda live o'ynayotgan bo'lsanglar, birinchi taymda Kylian Mbappeni tushirasizlar. Chapda Vinini 85 bo'ldi, hozir 86ligini olganman. O'shani mana shu 3 talikni qo'ysanglar yaxshi bo'ladi. Ikkinchi taym boshlanganda Salah zaminaga olib turib, Mbappeni o'ngga o'tkazib turib, Lewandowskini o'rtaga qo'ysanglar zo'r bo'ladi. Chunki hozir mana troyka bo'lsa, bular hozir barbalan yuta olmaydi. Misol uchun atorotdan darvozabon Zenga tepadigan bo'lsa, uchalasi ham barbani yuta olmaydi. Havodan kelgan kaptalarga saka olishmaydi. Men bu Lewandowskini qo'yib turib Salah zaminaga olsanglar, men bu ikkita krayniy napadayish bilan tezligi zo'r. Mana ko'rib turibsizlar, bittasiniki Vininiki 93, Uskariniyasi 95, ama uniki ikkalasi ham 90 vaqt qo'yiniki. Ama bunga bo'lsa uncha Uskarini kerak bo'lmaydi. Agar sastavga o'zi hujum oladigan bo'lsak, menda yo'q napadayish-dan aytadigan bo'lsam, o'rtada Lewandowski, o'nroqda ana bo'lishi kerak. Holand chapda Mbappe bo'lishi kerak, Vinini vaqtinchaga zaminada o'tirib turish kerak. O'zi o'nman bu o'nroqda hozir Mbappe turgan joyda o'zi Holand bo'lishi kerak. Nima Holand o'rtada emas, 86 bo'lsa ham desanglar, Holand ko'p ko'rganman, birga chiqadi, hech tepadi yoki darvozabon o'zi tepadi. Xo'sh do'stlar, biz hozir sizlarga ko'rsatgan taktikamiz bilan o'yinni bitta o'ynab sizlarga ko'rsatib beraman. Live o'ynayman hozir. Oddiy diviziondan match o'ynab beraman. Ko'pincha o'rtadan o'tishga harakat qilinglar do'stlar. Hozir noto'g'ri tasvir oldim. O'rtadan o'tishga harakat qilinglar. Tasvir, chunki kraylar bilan o'ynaytinglar, bu oxiri o'tkazib mana Kylian bilan ketamiz va siz bilan urdik. Va darvozabon qaytardi. Va burchak to'pidan berilgan pas Simon degan himoyachini qaytardi. Hakimidan zarba va Vigorov qaytardi. Tip per Martinez. Van Dijk tashlab turib bittasi bilan pas va chetda Kylian Mbappe, oy Mbappe, buchki to'pi. KDB'dan zarba va Nuno.
tezligingga. Qo'yir. Voy. Vitinha. Kylian. Zarba. Non. Marquinhos boshga yutib chiqadi. Mbappe, Vinicius. Voy, juda ham sekin tepib qo'ydim. Hakimi bilan Marquinhos, Van Dijk aylantiramiz, yana aylantiramiz. O'rta bilan Vitinhadan Nuno Tavares bilan Varatarga berish kerak. Конечно. Walter Zenga oldiroqqa chiqib turib, Mo Salahga to'g'ri pas berdi va Kylian uzoqdan tepib ko'ramiz. Voy. Har tarafini titratib tashladi. Mo Salahdan ajoyib noaniq zarba. Va mana hozir aytganimni qilaman. Mo Salah zamina qilib o'rtaga Levani qo'yamiz. Hozir Leva yorib tashlaydi. Voy, Mbappe. KDBga bitta olim berashyapti biz. Levaga bera olmadi. Va Hakimi bilan Vinicius. Voy, Varatar, men o'zim aytib qo'yadi. Van Dijk 100% chiqardi. O'rtog'i Levaga beradi. Darvozani bosib o'tgan sekingina. O'xta zarbalar bilan tushdi. Super. Leva oldu. Leva darvozani ustunini titratib tashladi. Darvozani titratib olmadi. Bor. Just. Kylian. Vinicius. Gol. Junior yaptı. Fakat voy, to'g'ri oyog'ini sindirdi bu ham. O sariq o'rtag'anni. O'yin oxirigacha tugatmadingmi ularga chiqib ketmasa. Voy, yaxshi. Qani o'yin oxirigacha chiqarmasa o'ynab ko'ramiz, biz sariq bermasmikan beramiz. Ko'ramiz qani. Biz sariq olsaqni, biz beramizkin, bermasmikan. 80-minut do'stlar. Marquinhos o'zi bilan Marquinhos yana Zengaga qaytaradi. Van Dijk ham zerikib qoldi. Tavares Vini bilan o'ynashga qaror qildi. Yana futbolladi. Davron Fayziyev bilan xayrli hamid. Hozir out ketadi. Bilaman, hozir out ketadi. Yo'q, ketmadi. Darvozamizga qarab qat tepdik. Va baribir beradigan shu tarafga. Berding-a, akam. U mamnun qotgan. Men yotib olib bechara yig'ilib ko'z yoshli to'kyapti. Hammasi ko'z yoshli to'kayotgan payti men bu meni o'zim aytib chiqib ketyapti. Mana yig'ilib chiqib ketyapti top kiyimligiga. Men bu intervyu olishyapman bundan bo'yniga bo'g'ib. Do'stlar, sizlar bilan shu joyda xayrlashamiz. Sizlar bilan DLS o'ynaymiz kanali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.